Assalomu alaykum, rahmatulloh. Yesfirini bir tonnaligini ko'rsatinglar deyishganlarga, xudo xolasa boshqatdan bir obzor qilamiz qo'ldan kelgancha. Yesfirimiz 1 tonnalik, chuqur oxirlik, balonlari qalin, balonlar razmeri 23 ga 7, 10. Akkumulyatorlar 68 litrlikdan 6 ta, 72 ga 68. Xudo xolasa oldi balonlari ham jiddiy tormozli bo'ladi buni. Tormozli, nihoyatda baquvvat ishlangan. O'ta turishi juda katta, qora rangi. Albatta e'tiborlaringiz markazida qora rang. Keyin ko'pchilik buni bortini alohida bu tarafini olib tashlasa, bu olib qo'ysa bo'ladi deydi. Olsa bo'ladi, oddiy olish. Palislar yordamida turadi bular. Palislar tashlansa, va xolasa chiqaveradi. Orqasidan sidina bo'ladi buni. Aqlga o'tirishga. Qo'shimchalarga keladigan bo'lsak, hop. Kaskasi bor ekan, oyoqdagi polik, zaryadnik, damkirat, bokovoy oynasi, magnitofon, zaryad qiladigan telefon podstavka, 7 tormoz. Hozir endi ramalarni ham ko'rsatib o'taman. Mana zapaska balon, 2000 motor miya. 2000 motor miyasini. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa, nomer qoldiraman. Nomerda yana alohida batafsil ma'lumot beriladi.